Bugungi dasturimizda Novosibirskda O'zbekiston fuqarosiga nisbatan katta migratsiya ishi ochildi. Sankt-Peterburgda Перекресток bazasida reyd, o'nlab qoidabuzarliklar, Ugra shahrida reydlar o'tkazildi. 38 million rubl jarima, 1,5 mingdan ortiq chet el fuqarolari deportatsiya qilindi. Sankt-Peterburgdagi City Mallda fojia, mojaro o'lim bilan tugadi. Rossiya Federatsiyasida ishlash qanchaga tushadi? O'riknabor tizimidagi to'lovlar haqida gap ketmoqda. Istanbulda o'zbekistonlik ayol vahshiylarcha o'ldirildi. Rossiya Federatsiyasi smartfonlar nazorati, email reyestr va sim kartaga qattiq bog'lanish muhokamada. O'zbekiston Respublikasida pedofiliya uchun umrbod qamoq jazosi joriy etilishi mumkin. Rossiya Federatsiyasiga kirishda yangi qoida, elektron ariza majburiy bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev diplomatlarga qat'iy ogohlantirish berdi. Muhojirlar haq-huquqlari amaliy himoya qilinishi kerak. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklar bilan tanishib o'tamiz. Novosibirsk viloyati Qarasuk tumani sudi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi Mas'udali Xidirov noqonuniy migratsiya tashkil qilishda ayblanib hibsga olingan. Tergov versiyasi guruh bo'lib internet orqali soxta fuqarolik huquqiy shartnomalar tayyorlagan va sotilgan. Bu hujjatlar kamida 270 nafar xorijiy fuqaroga berilgani aytilmoqda. Sud qaroriga ko'ra, u 2026-yil 28-fevralgacha hibsda qoladi. Hurmatli vatandoshlar, ushbu holatlardan biz to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Pulga tez hal qilib beramiz degan takliflar jinoiy javobgarlikka olib boradi. Hujjatni faqat qonuniy yo'l bilan rasmiylashtiring. Sankt-Peterburgda Перекресток taqsimlash markazida politsiya reydi bo'lgani xabar qilindi. Tekshiruvda 200 kishi tekshirilgan. Shundan 66 nafari chet el fuqarolari. Ularning barchasi qo'shimcha hujjat tekshiruvi uchun politsiya bo'limlariga olib ketilgan. Tekshiruv yakunida 37 nafar chet el fuqarosi migratsiya qonunchiligini buzilgani aniqlangani aytilgan. Reydlar ish joylarida ham kuchaymoqda. Ish beruvchi ham, xodim ham hujjatni tartibda ushlashi shart. Xanti-Mansiy avtonom okrugida politsiya migratsiya nazorati bo'yicha yillik natijalarini e'lon qilgani haqida xabar tarqadi. Ish beruvchilarga qo'llangan jarimalarning umumiy summasi 38 million rublga yetgan. 50 ga yaqin kompaniya faoliyati to'xtatilgani aytilmoqda. Bir yilda 1,5 mingdan ortiq chet el fuqarosi okrugdan chiqarib yuborilgan. Shuningdek, vaqtinchalik yashash va yashash ruxsatnomalari soni keskin kamaygan. 4 mingdan ortiq avval berilgan hujjatlarning bekor qilingani haqida ham ma'lumotlar bor. Nazorat uchun 4,5 mingdan ortiq tekshiruv, 12 ming ma'muriy qoidabuzarliklar va 640 ta jinoyat ishi. Shu bilan birga chet el fuqarolari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 16% dan ko'proq kamayganligi qayd etilgan. Hurmatli vatandoshlar, siyosat kuchaytirilyapti. Ro'yxatdan o'tish, ishlash asosi, yashash rejimi hammasi nazoratda. Dubayda 2 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy to'qnashuv ishi bo'yicha 6 nafar o'zbekistonlikka o'lim jazosi berildi degan xabarlar tarqaldi. Lekin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov bildirishicha, o'lim jazosi haqida Birlashgan Arab Amirligi tomonidan O'zbekistonga rasmiy tasdiqlangan axborot berilmagan. Olingan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolarga umrbod qamoq jazosi tayinlangan bo'lishi mumkin. O'lim jazosi haqidagi ma'lumotlar hozircha asossiz deb aytilgan. Так, что, лаванышки? Хоть, давай. Xulosa, rasmiy tasdiq bo'lmasdan turib, shov-shuvli xabarlarga ishonishga shoshilmang. Rasmiy manbani kuting. City Mall savdo markazida qo'riqchilar o'g'rilikda gumon qilingan yigitni ushlamoqchi bo'lgani, u gaz sepganidan keyin mojaro zo'ravonlikka aylangani haqida xabar bor. Guvohlar so'zlariga ko'ra, qo'riqchilardan biri yigitni yerga yiqitib, o'z vazni bilan bosib turgan. Yigit nafas ola olmaganini aytib, suv so'ragan, ammo qo'yib yuborilmagan. Oqibatda kasalxonaga yotqizilgan, lekin vafot etgan. Politsiya ikki qo'riqchi va tozalash ishchilarini ushlagan. Bo'g'ish harakati bo'yicha qidiruv ham bo'lgani aytilmoqda. Tergov qo'mitasi ehtiyotsizlik oqibatida o'lim moddasi bilan ish qo'zg'atgan. Xulosa, kuch ishlatish bilan hal qilingan mojaro qaytmas oqibatga olib keladi. Bu yerda ham tergovning rasmiy xulosasi muhim. Xabarlarga ko'ra, O'riknabor tizimida muhojir ham ish beruvchi ham muayyan to'lovlarni qiladi. Masalan, kelish maqsadini ish safariga o'zgartirish uchun 30 ming rubl davlat boji aytilgan. Keyin hujjatlarni rasmiylashtirish, tibbiy ko'rik, ruxsatnomalar kabi jarayonlarda ham alohida xarajat bo'lishi mumkin. Xulosa, ishga kelishdan oldin to'lovlarni ro'yxatini
aniq biling. Aldovdan saqlanishning yo'li shu. Istanbulning axlat qutisidan boshsiz ayol jasadi topilgan. Qurbon o'zbekistonlik ayol ekani aytilmoqda. Turkiya ommaviy axborot ma'lumotiga ko'ra, 2 nafar O'zbekiston fuqarosi gumonlanuvchi sifatida ushlangan. Biri qurbonning tanishi bo'lishi mumkin. Ikkinchi jinoyatchi esa yashirishga yordam bergan deb taxmin qilinmoqda. Qotillar jasadni bo'laklab chamadonga solishgan va chiqindixonaga tashlab ketishgan. Jasadning boshqa qismlari boshqa chiqindixonadan topilgan. Huquq-tartibot idoralari tezkor harakat qilib, gumonlanuvchilarni Gruziyaga qochmoqchi bo'lgan paytda aeroportda ushlangani haqida xabar bor. Hozirda tergov davom etmoqda. Mahalliy aholi ayollari tomonidan miting tashkil qilingan. Ushbu harakatlar Turkiyadagi ayollar haq-huquqlari poymol qilinganligi harakatlaridan kelib chiqqan. Bu juda og'ir jinoyat. Rasmiy tergov yakunlari chiqmagunicha faqat tasdiqlangan ma'lumotlarga tayanamiz. Rossiya Federatsiyasida email bo'yicha yagona reyestr orqali nazorat joriy etish haqida xabar tarqagan. Rejaga ko'ra, mamlakatga kiritilgan barcha gadjetlar bazaga kiritiladi. Ro'yxatdan o'tmagan qurilmalar yoqilmasligi ham mumkin degan gaplar bor. Shuningdek, telefonni sim kartaga biriktirish muhokama qilinmoqda. Bu qora bozorga ta'sir qilishi, narx oshishi, ishlatilgan telefon olish qiyinlashishi mumkinligini aytilgan. Xulosa, ushbu qonun loyihasi hozircha ko'rib chiqilmoqda, lekin qabul qilinsa, oddiy foydalanuvchiga ham ta'sir katta bo'ladi. O'zbekistonda pedofiliya uchun javobgarlik keskin kuchaytirilishi taklifi aytilayotgani, ayniqsa 14 yoshga to'lmaganlarga nisbatan jinsiy jinoyatlar uchun umrbod qamoq choralari bo'lishi mumkinligi haqida xabar bor. Shuningdek, bunday ishlarni tergov qilish vakolatini prokuraturaga o'tkazish tashabbusi ham tilga olingan. Xulosa, yosh bolalar xavfsizligi jamiyatning eng katta mas'uliyatidir. Agar ushbu qaror qabul qilinsa, qonunchilikda katta o'zgarishlar bo'ladi. MVD migratsiya sohasidagi eksperimentni 2027-yil oxirigacha uzaytirish rejasi haqida xabar berilgan. Eksperimentning ikkinchi bosqichida xorijiy fuqarolar RUID mobil ilovasi orqali Rossiyaga kirishdan oldin elektron ariza yuborishi aytilmoqda. Shuningdek, 1-iyuldan vizasiz tartibda ishlash yoki o'qish maqsadida kiruvchilar uchun ariza majburiy bo'lishi haqida keltirilgan. Xulosa, agar bu majburiy qoidaga aylansa, ariza yuborilmasa, keyin chegarada muammo chiqishi mumkin. Oldindan tayyor bo'ling. Fuqarolarni himoya qilish faqat nota emas, amaliy ish bo'lishi ham kerak. 26-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan majlisda xorijdagi o'zbekistonlik fuqarolar, ayniqsa mehnat migrantlari masalasi muhokama qilindi. Prezidentimiz ta'kidlashicha, ayrim davlatlarda o'tkazilayotgan reydlar vaqtida O'zbekiston fuqarolarining huquqlari buzilmoqda. Diplomatik javob esa ko'p hollarda rasmiy xatlar bilan cheklanib qolyapti. Shavkat Mirziyoyev so'zlariga ko'ra, elchilar va konsullar har bir holat bo'yicha fuqarolarga amaliy yuridik yordam ko'rsatishi va ularning huquqlarini faol himoya qilishi shart. Majlisdan so'ng Tashqi ishlar vazirligi o'rinbosari Olimjon Abdullayev Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Yerxov bilan uchrashib, Rossiyada ishlayotgan O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini himoya qilish masalalarini muhokama qildi. 26-yanvardagi majlis diplomatik xizmat oldiga aniq vazifa qo'ydi. Xorijdagi har bir fuqaro davlat himoyasini his qilishi kerak. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.